her yılı, her daim İlham Tohti'nin ismini ataş, söhbet ötküzü şu arkalık Uygur için fidakarlarını kutulduruş, esleş, ulanı ülgü kılış bu. Menin düşüncem nayt addi. İlham Tohti'nin ideyesi jigip etka vaqtida Uygur için bir egizgen. Uygur'unu kandaq kılıp bu palaketlikten kutuldurgunu boludu. Şu. Hemmimiz şu yolda mağımız. İlham Tohti'mi şu yolda mağdı. Gayret Niyaz'mi şu yolda mağdı. Milli İnkılap'tikiler birinci Cumhuriyet'nin şu yolda izlendi. İkinci Cumhuriyet'mi şu yolda izlendi. Alınca inayet profesör o tarihini ait yaxşı bildi. Başka günleri sözle pers buldu. Menimce. Hemmimiz anlaşımız gerek. Şularımız şu vaxtıda, şu şaraitte qandaq qilib bu milletni bu palaketden kutuldurma dedi. Onun ideyesi mayli Xitoy qonunning ichida bo'lsin, mayli avtonomiya desin, mustaqil desin. Ama hammamiz bilamiz, qandaq qilib Uyg'ur bo'lganligidan, qandaq qilib bu mushkul, bu palaketdan qutulamiz. Şu yolda izlengenlerinki birisi İlham Tohti. Hem şu izleniş yolu da fidakarlık gösterip özünün erkinliği, mal dünyası, ailesi, ballardan ağırlıp mekrum bulup hazır türmede gün sanap yatkını 8 yıl oldu. 8 yıl oldu. 8 yıl 8 desek asandak ötüdü. Biz teşiriki adamlarga kışılay yazını hesaplap mangsak bir yıl bidemde tügep gitüdü. Mana birinci ay oldu, yani bir görüşkenimizge yani bir yıl olup gitüdü. Şunla yıl öttü deyimiz. Ama türmenin içinde şu bir gündün, saatin, minutun sana koşturup İlham Tohti müddessiz. Çiki yok. Bunu ötküzüş bu asan emas. Şununla azırak menin gepimmi dolkunninki okşap kalıdı. Abey degen okşaş. Bizninki fidakarlarımıznınki nemi deganligi sirtida turib yoki kaynida turib baho berish oson. Ahmad apandimdek avtomatni ko'tarib qon kechgan, Samit Tamulla hajimdek, Mamtimin Bug'radek tajovuzchilardan necha 10 mingni o'ltirgan, qon kechgan odamlarga bugun baho berish osonmi? Bugunda turib oson. Yoğan tadqiqat maqollarni yezib, ularninki xatoliklarni ko'ztish nayt oson. İlham Tohti'nin shunda xatoliklarni izlab ko'ztimiz desak, balkim chiqadi inson umi. Tarixiy cheklim bor, makon cheklimi bor. Ama onun bilan ularninki Uyg'urni bu palaketdan qutuldirish uchun izlengen, töylegen bedelini inkar kılış, birisini münafık, birisini hain, birisini satkun, vatanni fakat şununla iyi bolalığı adam satalaydı. İyi bolanmığı adam, özünün iyi çıkanmıgan, hiç kanda bir Uygur vatanni satırgan salayıklı yok. Bunu biz bugünkü günde köydük. Ne hukuku ba? Nurbekir'dek Abdunum Rayı'nın reis olan hazır nerede? Lagerinin işçiler türmede. Demek o özünün üyüğümü iyi çıkanmadı. Özünün hayatını iyi çıkanmadı. O kanda olup vatan satalaydı. O bir kul. Kul kocayının ki ivagan mal dünyasına iyi kılanmaydı, satanmaydı, onu kılanmaydı. Ulanın rolü fakat kulluk. Hem de biz bir yerde davat kılımız, bütün o Nurbekirlarını emas, biz a millet, vatan, bunu kutuldurumuz davatımız. Şunun için biz onunla fidakarlık göstergenlerini, şunçilik özününki banersinden vazgeçip, lagerlarda yatkan, türmelerde yatkan, ya ki çatelde vatandaki uruk tukalları, en yakınları, bedel tölevatkallarını, bunu kımmedi,
Onu demedi, bunu demedi deb, o bizga vakil olmaydi, ma bizga vakil olmaydi. Sen üzenge vakil bo'la olamsan? Bunu bilishimiz kerak. Özümüzge aldı bilen vakil bo'la olishni o'rganishimiz kerak. İlham To'xtidan biz o'rganganimiz nima degan vaqtida İlham To'xti vatanda turib, şu millat uchun izlandi, yo'l izladi. Şu yol izlash jarayonida oxirisi o'zi erkinligidan ayrıldı. Menimcha hammamiz shunda bo'lgan shu kunlarni beshimizdan o'tkazdik. Shaxsan mening bir do'stim hozir Turkiyada, ismini aytmay, shu qo'lga ilinib ketgan vaqtida shu yerdagi odam biladi uni. Men bu yerda o'zimni qahramon ko'rsatmayman. 2-3 oygacha Xitoyning soqchi mashinasi maktabning yenidan uyan o'tib kelsa, yurgin pok manga keldimi deb birinchi qitim ashta yenimdan o'tgan vaqtida o'zim topolmay qoldim. Mankaga o'xshaydi deb. Nima degan vaqtida bu qo'rqinchi, chunki butun sening hayoting hamma nimang bilan bog'lanadi. Bu rostlik. Chet elga chiqdik, erkinligimiz bor. Shuning uchun bu erkinligimizdan foydalanib, o'zimizga ega bo'lishni, o'zimizga ega bo'lishninki eng negiz yeri bilim o'rganaylik. Bilim o'rganaylik. Amerika, Fransiya inqilobidan o'rgandi deb tarix so'zlab, boshqalarga dars o'tmaylik. Fransiya inqilobi, Amerika inqilobidan keyin bo'lgan. Mushunchilik bir oddiy tarix savodni bilmagan odamlar bugungi kunda sahnaga chiqib dars o'tsa bir to'p odam shuning kaynida mengyotidi. Maddakiya deydi. Maddavosi bo'lmaydi. Bilim bo'lish kerak. Bilim degan o'zingdan boshlaysa, qadamdan boshlaysa. İlham To'xtining yozgan maqollari Abduvali Aytnaqshi yaxshi sharhladi. U yerda bir to'p odam tang shuning bilan billa doklad yo'llagan, sansipirlarni yiqqan, ham shuning asosini fikr almashtirib, bir kollektiv bo'lib, shu narsalarni İlham To'xti vakil bo'lib o'ttirga qo'ygan. Buningda naiti ko'p ismi, nomi chiqmagan, balkim shuning bilan yo'qolib ketgan qahramonlarimiz bor. Biz bilmagan bilan Xitoy biladi ularning kimligini. Bu biz İlham To'xtidan o'rganadiganimiz, ham bularni qadrlaydigan yerimiz. Menimcha uzun gap qilmay, bularning vatan uchun, millat uchun pishildab ko'ygan shu yurakning ko'yganligidan o'zini opirib ko'ydirgan shu ruhini o'rganishimiz o'zimizdan boshlaylik. Boshqalarni ayblashdan emas, o'zimizni men nima qildim, men burun nadidim, nima qila olgandim, men vatan nima qila olgandim deb har bir Uyg'ur hammamiz chiqqanlar shuni so'ranglar. Oldi bilan. Jamoatmi so'zlaganning so'zini anglamay, chatalga 10 yil chiqqan bo'lsa, 10 yilgacha u nima qilib ekan, nada turibdi ekan, nimalarni qilib ekan, ma'nimi so'rash kerak. O ba'zilar deydi, ma 30 yoshgan, 30 nemika, yozuvchi, shoirga u bu deydi. Bu yurakni to'nglatquning ichiga saqlab qo'yib, vaqti kelganda o't tutashtirib, ko'ydigan narsa emas. O't yurak degan kichkidan tartib bo'ladi. İlham To'xtidek bo'ladi. Dolqin Isadek bo'ladi. Uning oldidagi qahramonlarimizdek bo'ladi. O to'nglatqu saqlaydigan nima emas o't yurak degan. Chet elga chiqib 10 yil saqlab qo'yib, bugungi kunganda hamma odamning atanisi hammasining kirayotgan vaqtida to'nglatqutni chiqib o't qalab, uningki o't yurak qo'g'in bo'lamdiki, men ko'rsatib beqinglar shunday yurakni. Rahmat, gapim tugadi.